Haftaning har juma kuni milliy liboslar kuni sifatida belgilab qo'yilgan. Qolaversa, milliy liboslarimiz ko'rki va jozibasini namoyish etuvchi turli festivallar va bayram tadbirlari ham tashkil etib kelinmoqda. Milliy libos millat qiyofasi zamonaviy dizaynerlar nigohida deb nomlangan tadbirdan muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Milliy liboslar xalqimizning tarixi, qadimiy urf-odat va an'analari, estetik qarashlarni o'zida mujassam etganligi bilan alohida ajralib turadi. Hozirgi kunda milliy liboslar jozibasini yoshlar o'rtasida keng targ'ib etish g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Jizzax shahri markazidagi Kiber Arena majmuasida o'tkazilgan Milliy libos millat qiyofasi zamonaviy dizaynerlar nigohida nomli bayram tadbiri ham yoshlarning milliy liboslarimizga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga xizmat qildi. Mazkur muhim madaniy tadbir Jizzax viloyat hokimligi, viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi, viloyat yoshlar ishlari boshqarmasi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi yoshlar kelajagimiz jamg'armasi hamkorligida tashkil etilib, milliy merosimizga bo'lgan e'tiborning yana bir yorqin namunasiga aylandi. Tadbir doirasida hunarmandlar ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Unda mohir ustalar tomonidan yaratilgan nafis hunarmandchilik buyumlari mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Tadbirimizda 7 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar, yoshlar ishtirok etishdi. Hammani kayfiyati juda ham a'lo. Chunki aslida bizning milliy liboslarimiz butun dunyo tan olgan, butun dunyo e'tirof etgan, hamma yaxshi ko'rib kiyadi. Mana bugun taklif qilingan aholimiz, yoshlarimiz, ayollarimiz barchasi xursand bo'lib, yuqori kayfiyatda, ko'tarinki kayfiyatda mana shunday rang-barang milliy liboslarimizni kiyib kelishdi. Mana ko'rib turibsiz, yosh yigitlarimiz ham g'urur bilan bu milliy liboslarimizni kiyishni boshlashdi. Albatta biz o'zimizni, o'zbekligimizni, o'zimizni milliy qadriyatlarimizni butun dunyoga ko'rsatib, g'ururlanib, faxrlanib yashashimiz kerak. Mana shunday tuyg'u bugun hammada paydo bo'ldi. Mazkur tadbirda namoyish etilgan har bir libos milliylik va zamonaviylik uyg'unlashuvi asosida yaratilganligi bilan ajralib turdi. Eng yaxshi liboslar mualliflari tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlanishdi. Bugungi tadbir juda yaxshi o'tdi. Men juda ham xursandman. Shuncha yildan beri mana shug'ullanib kelayotgan kasbim, ya'ni mana bolajonlarimiz chiqqani uchun juda chiroyli chiqdi deb o'ylayman. Birinchi o'rinda oldim. Milliy liboslarimizga talab juda ko'p. Bizlarda ham chet elda mehmonlarimiz bor, tanishlarimiz bor. Ular ham juda katta qiziqish bildirishyapti. Shuning uchun kelajakda ularga ham dizayn yaratishga qo'l urganmiz. Bolajonlarimiz ham, yoshlar ham, yosh kattalar ham mana milliy kiyimlarni kiyib yurishibdi ekan. Bu juda hammamizni quvontiradi. Tadbir sho'x kuy-qo'shiqlar bilan yanada fayzli o'tdi. Viloyatimizning xushovoz xonandalari va poytaxtdan tashrif buyurgan san'atkorlar ijrosidagi qo'shiqlar barchani raqsga chorladi.